Diabetik retinopatiyani asosan 3 ta davri proliferatsiya bo'lmagani yoki noproliferativ, preproliferativ, proliferatsiyagacha bo'lgan davri hamda proliferativ davri farqlanadi. Noproliferativ davrda ko'pincha ko'zda bo'ladigan, tomirlarda bo'ladigan shishlar, mayda-mayda anevrizmalar kuzatiladi. Bu qon tomirlarining ishemiyasi bilan, ya'ni kislorod yaxshi yetib bormasligi bilan bog'liq bo'ladi. Ikkinchi davrda preproliferativ, bu davrda qon tomirlar o'tkazuvchanligi buzilganligi sababli mayda quruq dog'lar, ko'z tubiga yangi mayda qon quyilishlar, kichkina o'choqli qon quyilishlar kuzatiladi. Proliferativ davrda bo'lsa, katta qon quyulishlari, hattoki makula shishlari ham kuzatilishi mumkin. Makula shishi bo'ladigan bo'lsa, ko'zda yaqqol ko'rish sifatining buzilishi, biror bir predmetlarni qiyshiq ko'rish, ko'zdagi uchuvchi qora dog'larga shikoyat qilinadi. Agar bu faoliyat o'z vaqtida to'xtatilmasa, ko'z ichi shishasimon tanaga qon quyilishi hamda to'r parda ko'chishi bilan namoyon bo'ladi. O'z vaqtida qilingan to'g'ri murojaatlar shu bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlarning oldini oladi va sizga yaxshi ko'rishingizni 10-12 yilgacha cho'zib berishi mumkin. Hech qaysi ko'z shifokori qandli diabetni to'xtatib bera olmaydi, faqatgina uni asorati bilan kurashish kerak. Qandli diabetda qilinadigan asosiy chora-tadbirlar qonda qand miqdorini, xolesterin miqdorini hamda qon bosimini to'g'ri me'yorda ushlab turish va shu bilan birga ikkilamchi kasalliklarni oldini olishga erishilgan bo'ladi.